Assalomu alaykum hammaga. Bu videom Onyx Tracker Cobalt M7 minadigan haydovchilar uchun bag'ishlanadi. CarPlay sotib olib olmaysiz. O'zingizning monitoringizda video ochadigan qilsa bo'ladi YouTube'ni. Buni men sizga tekinga o'rgataman. Mana qo'limdagi Honor X7 telefoni. X7 telefoni manda dastur bor edi. O'sha dastur mana o'rnatganman. O'rnatgandan keyin mana shu dasturga kirasiz. Litsenziya uchun pul so'raydi. Mana bu yozuv ustiga bosiladi-da. Internetni yoqib turibdi. Litsenziyani pulini to'laysiz. Uzum karta orqali to'lasa bo'ladi. To'laganingizdan keyin sizga ilovani ichidan ochib beradi. Hozir ikkinchi ilovani ichini ochib beradi. Ilovani ichidan Fermato Auto va CarStream ilovalarini o'rnatasiz. Har bitta telefon uchun bir marta pul to'lanadi, shu bilan ishlaydi. Hozirgi qo'limdagi telefonda pul to'lanmaganligi uchun ishlamaydi. Pul to'langan telefonimdan ulashni o'rgataman sizga hozir. Chunki har bitta telefonda pulli litsenziya olish kerak. Bitta telefonga pul oldingizki, o'sha olgan telefoningizga pulli litsenziya to'laman. Pullar uchun ham o'tirib ustiga qilingan. Hozir kabelni ishni ko'rsataman. Mana men ko'rmaysiz. O'sha oddiy kabel Type-C. Mamlakat qaradi. To'xtadi. O'sha urdi. Telefonni bir qilib qo'ysam, internet yonib turibdi. Agar Google ochsa, Google'da yozib turib, qazanadi mamlakat holat. Kачествоni to'g'irlashlaringiz uchun yaxshi bo'lishalik, yaxshi qotdan ishlaydi. Mana 2160 qo'ysam fatini qotadi, chunki internet yaxshi emas. Internet yaxshi bo'lsa, qotmasdan o'qiydi. Taksi qo'ymaydi. Yo'ling bexatar bo'lsin. Sog' salomat ketyapti, sog' salomat qaytgan. Internet yaxshi emasmanda. Internet yaxshi emasmanda so'ratyapti. Videoni sifatini pasaytiramiz. 720 ga qo'yamiz. O'qiydi. O'tmasdan. Men xasdan aylanay tunaman quchog'imga qayt. Shu bilan
dasturimizga yakunlaymiz.